gap yo'q ekan. Assalomu alaykum azizlar. Bitta duplex arzon variant topdim. Sizlarga azizlar, hozir obzorni boshlaymiz. Liftli dom 6-qavat va 7-qavat terrasasi bilan. Yashash xonalari 170 kvadrat, terrasasi 80 kvadrat. Ketdik. Bismillah. Chap qo'limizga общий sanuzel va ro'paramizga oshxona, katta oshxona. Kattagina oshxona. Xo'p. Keyingi xonamiz mehmonxona. Katta mehmonxona. Va ana shu lestitsa orqali duplex 7-qavatga yo'l olamiz. 7-qavatga yana 3 ta yashash xonasi mavjud va ikkinchi sanuzeli bor. Mana bu yer katta prixoshka, bu yer ham bitta xona qilib bo'ladi yoki yana bitta общий sanuzel qo'yib bo'ladi. Xo'p, bitta yashash xona. Ikkinchi yashash xonamiz. Mana bu xonamiz sanuzel bilan spalni va 3-xonamiz. Xo'p, umumiy 4 ta xona bizaga 170 kvadrat azizlar, umumiy maydoni narxi $415 har bir kvadrati. Ya'ni 170 kvadrat 415 dan. Va ana bu balkon terrasa narxi 0 so'm, $0. Ketdik, balkonni ham ko'ramiz. Ana shunaqa katta 80 kvadratga ega terrasasi, ya'ni penthouse. Katta penthouse bor azizlar. 80 kvadrat penthouse bepul, ya'ni bepul beriladi. Kadastr hujjatlari tayyor, vodlari allaqachon bo'lgan. Xo'p, lokatsiyasi Yangi O'zbekiston, Hokim zapravka, 2-liniyaga ushbu domimiz joylashgan. Yana bir marta aytib o'tamiz. Yashash xonalari 170 kvadrat, 6-7-qavatlar. 7-qavat yopilmasi plitali. Mansard emas, plita yopilmasi. Xo'p, 170 kvadrat, $415 dan tushibdi har bir kvadrat. Terrasasi 80 kvadrat, alohida bepul, 0 so'm. 0 so'm. Baraka qilinglar, telefon qilinglar.